Shoh. Abbos. Assalomu alaykum. Charchamayapsanmi Abbos? Rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Elbek, yaxshimisan? Seni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi Abbos. Tinchlikmi? Srochno menga $5000 pul kerak, qarzga. Nima bo'lyapti? Tinchlikmi o'zi? Qizimning operatsiyasi uchun $5000 pul suv kabi zarur. Yordam qil, qarzga qaytaraman. Yo'q, $5000 katta pul. Pulim ham yo'q-da. Pulni bermasam operatsiyani boshlamayapti doktorlar. Qarzga, katta biznesing bor, puling bor. Yordam qil. Do'stim, uzr kechirasan, lekin pulim yo'q. To'g'risi. Do'stmas ekansan. Abbos, puling bor-ku. Yordam qilsang nima qiladi? Yur, sen bilan bir joyga o'tib kelamiz. Alo. Xotin. Operatsiyani boshladi. Axir operatsiyani pulini to'laganimiz yo'q-ku. Kimdir to'labdi deysanmi? Hozir boraman. Hozir. Elbek, bu ishimiz zo'r bo'ldi-da, jo'ra. Shu pulni Shohda o'zini qo'liga bersang bo'lardi-ku. Bo'lmasdi. Agar Shohda o'zini qo'liga bersam, u bir umr meni ko'rganda o'zini qarzdor his qilardi. Do'stim, unutma, bizning do'stligimiz pulga qurilmagan. Pul topiladi, do'st topilmaydi. Sen bo'l hamisha yonimda do'st, yaxshi yomon har onimda do'st.